Meryem apa, hoş geldiniz. Rahmet. Sizningki mushu bizningki Laparning sehriy programmamizga alayda taklif bilan qadam tashrif qilib berganligingizga chin qalbimdan tashakkur, ko'pdan ko'p rahmat apa. Bak xush bo'ldim, bak xursand bo'ldim. O'zimni shunchalik baxtli his qilyapman. Mana bugun siz bilan didorlashib, mush programmada Mishada hem suhbatda o'tganligimdan o'zimni haqiqatan baxtli his qilyapman. Bu chin yuragimga gap. Hargiz yasalmoq emas. Men shu xush bo'ldim, rahmat. Mana kichigimizdan tortib sizningki o'ynagan laparlaringizni ko'rib cho'g'antiq. Shu chaqlarda sizni televizorda ko'rganda bir didorlashish, yuz ko'rish mumkin bo'larmi deb o'ylaydik. Mana bugungi kunga kelganda biz shu san'at kasbida o'qib, san'at sho'yanini bitirib, mush kasb bilan shug'ullanib, bugungi kunga keldik. Mana sizmi hozir yili hamma bizning shu kichik balalik vaqtimizdagidek nihoyat go'zal, chiroyli jazbadan o'ltiribsiz mana. Rahmat. Shunday tug'anligingizdan biz uchun o'zingizni asrab, mushunchalik tug'aningizga ko'pdan ko'p rahmat opa. Men shu kichigimdan hayotim deb o'tgandek, sizning shu laparlaringizni va boshqa ustoz san'atkorlarning laparlarini ko'rib cho'ng'ibdik. Bizning qalbimizda hamda shaxsan men o'zim san'at sho'yanda aktyorlik kasbida o'qigan bo'lsam, bu ish qilib o'zim shu laparni kichigimdan tortib nihoyat yaxshi ko'ratdim. San'at kasbiga qisqasi ishtiyoqim o'tdek kuchli. O'sha vaqtlarimizda maktablarda sizlarning laparlarni biz do'rab, o'ynab qilatdik. Mana bugungi kunga kelganda bir o't ichimizda yili hamma ulg'uyib tug'ashqa, shundaqla sizlardek ustozlar chiroyli o'ltiribsiz. Bizga madad berib tug'ashqa biz bir g'ayrat jasoratga kelib sizning qo'llashingiz bilan, sizning madad berishingiz bilan shaxsan o'zimningki orzu armonlar bilan laparni sizlarning izbosaringlar bo'lib chiqish uchun sizlar o'ynagan laparlarni qaytadan biz yana shu sahnaga chiqishga o'zimizning qurbatimizning yetishicha sizlarga voyaga yetkazolmaymiz. Uningga biz jiroq. Buningdan sizdan va boshqa ustozlardan ta'lim olib asta bir baldaqdan sizlardek voyaga yetkazamizakmi, sizlarga yiqilishga biz tirishimiz. Bu laparni meningki mush arzu armonim bo'yicha ro'yobga chiqarish uchun bizning ustoz san'atkorimiz Xotan viloyatlik Qashtish san'at o'miginingki peshqadam artisti, danglik san'atkori Ahad Baq ustoz menga madad berib, meni qo'llab, meni yetaklab, menga birga dadam bo'lib mushu laparni ro'yobga chiqarishga menga yordamda bo'ldi. Menga madad bo'ldi-chu. Hisobda meni yetaklab menyapti. Shunga shu sababdan bizdan mana sizlardek ustoz san'atkorlar o'ynagan 12 laparning musiqalarini yangidan ishlatdik. Demak, uning ahangini o'zgartmadik. Tekstining pashchikitlariga chiqilmadik. Faqat uni biz yangilab, sizlar o'ynagan vaqtlarda naq maydon musiqalar chilindi va yo'qimiz u vaqtdagi banzularni hozir topqilib bo'lmaydi ekan musiqalarni. Shuning uchun bir musiqalarni yangilab, sizlar o'ynagan laparning o'zini biz qaytadan bu sahnalarda namoyon qilaylik, sizlarning izbosaringlar bo'laylik deb mush qadamni ilib turibdimiz. Biz bu qitim sizlarga bo'lgan cho'nqur hurmatimizni bildirish uchun bo'libmi sizga bo'lgan Kurash Rajabkamga bo'lgan cho'nqur hurmatimizni, sizlarning shu vaqtlarda o'ynagan laparlaringlarga bo'lgan o'tdek sig'inishimizni ifodalash uchun bir ko'rib kuyib qoldim degan shu laparni qaytadan o'rindab chiqishga tayyorlanib turibdik. Hayat yaxshi bo'pti. Men yaqinda anglab, shundoq Ahad bilan Xotan san'at o'mining ataqliq laparchisi Ahad Baq bilan Guliston ikkisi mushla bir laparni qilmoqchi ekan. Bo'libmi buning ismi laparning sehri degan ekan. Anlab men nayt xo'sh bo'ldim. Chunki sizlar buni taraqqiy qildirib oldiga ilgirlagan. Bizning keyingi yoshlarning qanday qilib mush laparni yo'qotmay taraqqiy qildirib oldiga ilgirlab chiqsa, men shaxsan baxo'sh olaman. Chunki men mushning ahli. O'zim suyman. O'zim qiziqaman. Shuning uchun yoshlarni jiq chiqib mush laparni yo'qotmas ekan deganligim uchun nayt xo'sh bo'ldim. Endi mal lapar nayt yaxshi lapar. Bir ko'rib ko'nglimda qoldingiz degan. Mening yordamim sizlarga kerak bo'lsa, qo'lim ko'rsimda. Rahmat opa. Chiqim yordam qiling. Qo'limdan kelishi yordam qiling. Rahmat opa, rahmat. Endi mush laparni qanday qilib
çıkmakçı. Biz oynagandek mi yoki azroq bir tuzab taraqqiy qildirgan bir bosqichga yetkazib o'ynamoqchimi? Shuni bir so'rab baqay. Qanday o'rinlashtiryapsizlar? Sizlar o'ynagan vaqtinglarda asos jihatdan sahnalarda o'rinlagan hamdi. Biz bu qitim hamda bu laparlarni sahnaga akirmay, sirtda, go'zal manzarlarda, ba'zi laparlarni cho'qim bir voqelik bilan, hikoyasi bilan o'rinlamoqchi. Ba'zi laparlarni go'zal manzarlarda, usullar bilan bundaq o'rindab chiqmoqchi. Hamda bir ko'rib degan bu laparni hamda biz hikoyalashtirib suratga ilishni o'yladik. Aldın qitim sizni programmamizga taklif qilish uchun uyingizga borgan chig'imda siz menga mush hikoyalashtirish to'g'riliq, mush laparning hikoyasini qanday apminish to'g'riliq siz menga bir taklif ta'limlarni bergandingiz. Shuni yodimda ching tutib, shu qitimqi bir ko'rib degan laparni siz so'zlab bergan hikoya bo'yicha buni biz suratlik qilib, hikoya sifatida bir suratga oldik. Nəhayət yaxşı oldu. Əgər şundaq bolsa, bu ləpər nəhayət yaxşı çıxıdı. Bu ləpərni abim deyəndək tolub taşqan bir muhabbətni ifadələydi. Şunun üçün müştə bir düşük aylandırıb baxsaq deymə. Əhəd Baqi bir dərəxnin tübüdə nəhayət eğir əmgək qılıb, yerib kəlgəndə kiçikən mügdəb qaladı. Mügdəb dərəq yılınıb, aşı dexallarının modusu bilən, pasonu bilən, müştə yatqanda siz düşüge ayan bolsanız, əşədən ki, tuyuqsuz oxunub getidir. Oxunub ketkəndən keyin, başlaydı. Başlığandan keyin sizin aşı bütün qandaq hərəkət qıvatqan, qandaq bir dexan qızı, bak bir dexan qızının qandaq işləvatqan, qandaq qıvatqanları eniq bolsa, bunun çükürgən ki, sizni yaxşı görüb qalıdır. Anadakın, en axırı həm də müşni oxutuşda bir siz çivi xülənmi, ya ki bir nəsin taşını atqan dəkmə qılıb, oxasınız, oxansı düşü. Nəhayət bir xil, yaman bu, abla, qanda qısan bola, nəzin tapamə, ya kirib kəsə, kokalı sizin. Asman çıketse tapındın çöp. Ya, onda kısam vermetlik olmaydı, vermetsizlik olurdu. Ben nereden bulmuşsa tapay, izlep tapay. Ben jügrep parayı diyen bak çıketkendim başlasa, çıkıp kesse, bu bir hikaye bulamdı ki de oylayım ben. Ama onun üzerine analiz kıpıkınla. Bu benim üzerimce oylu onun. Etkanda, mesela bunun da işçimizden çıksın. Mesela bir körüp könlümde kaldığınız desiniz. Hiç kim təsir qılmaydı. Sizə onda qılmaysınız. Məsələn, şunda qıldığınlar bağı. Çoxum, yürgünüzün. Bir körüp könlümde kaldınız. Bir körüp cenimni aldınız. Heyyad. İçinizden. Bir körüp könlümde kaldınız. Bir körüp cenimni aldınız. Heyyad desiniz. Otağların hepsine təsir etdi. Ama köp adam bunu ürünüdü. Bir körüp könlümde kaldınız deyipler. Tüp düz etse hiç kim təsir qılmaydı. O sizdeki yürekli muhabbet çıkmaydı. Ben aştaq talep koymayım sizge. Aştaq qısınız, əkiləb durub hareketlerini, küçük hareketler bilen çıksınız. Dalı da oynağınlar bek yaşı oldu. Biz hem de sen de oynağan diken, biz özümüz kontrolük oynayımız. Dalı da oynağan diken, bu naydı, erkencilik oldu. Qandaq hərəkət qılıb, qandaq əkiləb, qandaq jürgünüzdən çıxırıb etsiniz, bu naydı muhabbət oldu deyib oylayım balam. Aştaq qıpqınlar. Rəhmət appa, rəhmət. Programmamı şu hər qaysı çoğ taratqılarda tarqılıb atıdı. Hazır tərəqqi qıb getdi. Televizorda mı görələyimiz? Televizor yox ya da mana məşəndək telefonda mı görələyikəmiz appa? Onda olsa, məşə sizin tələbiniz boyunca sürətə ilinğan məşələblərini telefonda bir körpə qaylı. Maqıl körpə qaylı.
Ay, bu onun mu, düşün mu? Hazır yenimde bir güzel kızcak battı, gıppıdak yo'qolib ketdi. Mening jinimni o'zining jiniga qo'shapla ep ketibdi emasmi? Ha. Bir shirin tatliq tush ko'ribdi menda man. Berib ketmenimni chapaychi. Ama hazır kördüm, şunda hoş oldum. Acayip yaxşı oldu. Rahmet. Naydı erkin, naydı tabii, şunda çıraylık çıktı. Ben naydı hoş oldum. Ahad bak görünmeydi o, kelmedim o. Ahad bak Ben körey. Keldi, hazır bir aziz mihmanını başlap kelavatdı He, kışımızda. yaxşı babdan Oy, da az körey. Ahad kamlam kep kaptı bana. Hoş oldum Appay, bana sizni görüp. Ben mi hoş oldum. Bek obdan turupsiz. Rahmet, rahmet. Sizin bek çıraylık Bek uzun ömür körün cumasız. Rahmet, Balam da rahmet. çokum uzun ömür körün. Vay rahmet. Hoş oldum, hoş oldum. Rahmet, Vallahi. rahmet. Rahmet. Sizler bilinizler kaçan? Meryem Nasır Appay ne? Hemimiz bilimiz. Bizden hazır kaldı. Biz lepen oynayımız da şuduk kıran. Muşu lepen oynayımız diyen muşu hazır Türk'ümüzge küçük vaktimizde muşu Appay pilik otunu yıkıp etken çok bizge. Ura. Ot ketken. Siz de şu küreşken bilen bir leperini oynayırdınız. Oynaplı. Vay hanım, oy naq meydandılık yapıplı özünüz tuyuşu kılıplı senden çekinip kettiniz emasmi? Oy tap yüreğim tutuplu kalgan değil mi? Ura. Şu vaqtida şu oynagan laparingiz ne? Ma Guliston ikimiz bir o'rlab baqalı deb o'rladik. Buni sahnada emas biz yezi qishloqlarda bir suratga oldik. Nayt yaxshi bo'pti ko'rdim. Ko'rdingizmi? Ko'rdim, nayt yaxshi bo'pti. Biz sahnada oynagan. Ama sizlar dalada oynapsizlar. Dalada oynadik. Erkin, tabii. Shunda xushro'y oynapsizlar. Nayt hoş oldu. Ay rahmat. Qıl qaldim men eşek berib aqllarni berib, bir ko'rib ko'nglimda qaldingiz. Bir ko'rib jinimni oldingiz. Hayya, degan qıl qaldim men. Vay. Rahmat. Bayam ko'rgan vaqtingizda qanday o'ylab qolgansiz hamda yaxshi madadlarni Shunday yaxshi, shunday. Men ovozim po'qaq qaran, yaxshi emas ovozim chu. Sizning ovozingizmi yaxshi, lekin beoyiningiz besib ketgan. Sizdek shunday bir ustozni mana shunday bir ikki jumla so'zingizdan biz madad olamiz endi. Bundan keyingi yo'limizda ustozlarimiz shunday madad bergan, tirish faqat baqi deb o'zimizga endi shunday bir savollarni qo'yamiz. Ham sizlarning mana shu ikki qiz gapinglar bizga texmi besim bo'ladi-da. Yo'q. Voy, endi ustozlar mana degan biz buni cho'qim yuqori ko'tarishga bo'ladi, to'yanga tushirishga bo'lmaydi. Shunday. Endi buni bunday qilishimizdan maqsad Appay. Necha 10 yillardan buyon o'makda ishlab artistlar yuribdik. Nurg'un kasblarni qilibdik. Men asli o'zim usulchi, usul kasbida o'qigan. Usul o'ynabdiman. Mushu sahnalarda mush cho'ng ustozlarning mashunda laparda do'q, yana birisi o'choqlarda komediya o'ynayotgan ustozlar borda. Komediya o'ynaydi. Bular qilib nurg'un san'at turlarini ko'rib, deb bir-birlab qiziqib shuni usul o'ynagandan boshqa laparga qiziqib qoldik. Sizlar o'tni yiqib qo'ygandan keyin lapar o'ynadik. Anandan keyin birisi komediya o'ynaydi, voy, mandan bir san'at turi ekan, ammo teatrchilikda to'xtam shuni bir ko'ray deb ustozlarnikini ko'rib. Uni o'rgandik. Uni o'rganib, o'zimiz bir narsalarni qurashtirib o'ynab boqib, senda buzib o'tib, pardni keyin yig'lab buzilib ketdi, men buzyaptim deb. Ama shunday qilib o'tib, endi hozirgi davrga keldik. Shu lapar san'atini biz bir o'ynab baqali. Endi sizlardek ustozlar bir-birlab sahnadan chekindinglar. Men bu chekindim sahnadan. Lekin shu bir lapar san'atdan chekinmadim. San'atdan chekinmadim. Sahnadan chekindik, san'atdan chekindik. To'g'ri. Chunki san'at mehmondo'stlikda deydigan gapning hammasi shu yerda o'ynashga bo'ladigan san'at. Universal san'at. Universal san'at.
Buni har qanday yerda o'ynaymiz. Bu nimani tashviq qiladi desa, davlatimizning yaxshi siyosatlarini, mehribonligini, bir odam bilan bir odamning, ikki odamning o'zaro bo'lgan muhabbat, mehribonini, vatanga bo'lgan mehribonligimizni, shaxsiy bilan shaxsiyning bo'lgan o'zining turmush muhabbatini hammani tashviq qila oladigan san'at bu. To'g'ri. Endi buning sharti qanday odam bo'lish kerak desa, meningcha birinchi lapar o'qiydigan odamning ovozi chiroyli bo'lishi kerak. Yumshoq bo'lishi kerak. Ikkinchidan u odam usul bilish kerak. Usul o'ynash kerak, o'ynay olishi kerak. Uchinchidan muzika anglishi yaxshi bo'lishi kerak. Taktikani yaxshi tushunish kerak. To'rtinchidan tili yaxshi bo'lishi kerak. Tili yaxshi bo'lishi kerak. Beshinchidan komediya. Sizdek mana komediya bilish kerak. Shu vaqtida bu to'liq bir lapar bo'ladi. Masalan, ba'zi odam men ilk baharni aytdik-ku, atrofga beshil ko'kilmaydanlik desa, ovozi shunda sach chiqsa, yana birlari atrofga beshil ko'kilmaydanlik desa, tili ravon emas. Tili ravon emas. Atrofga beshil ko'kilmaydanlik desa, haq uqdi. Aniki ovozni qilsa, ma'tisat. Ashu atrofga beshil ko'kilmaydanlik. Bahar degan qarang, shunda chiroyli. Mana. Mushtaq kepirimiz. Mushtaq kep bo'lganda, aniqdiki bu bir o'zaro yaxshi lapar bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun bu laparchi degan oson emas. Men o'zimning ko'z qarashimda ba'zi odamlar o'yindiq deb chiqib qoladi, saniga o'zicha o'ynab ketadi, lekin bu laparchi emas. Lekin shuning qo'shilaman, shu chiqqaniga rahmat deyman. Endi shular o'zlarini o'zlari bilib taraqqiy qildisi bo'ladi. Ko'rayotganinglar Şinjan Sehrli Gül Soda Çeklik Şirketi xos nomidagi Laparning sehri programmasi. Laparning sehri programmamizni Şinjan Gül Ayşe Xalqaro Soda Çeklik Şirketi alohida qo'llagan. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolgangiz bor. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Sağlamlık o məngülik tema. Şinjan Gül Ayşe Xalqaro Soda Çeklik Şirketi ishlab chiqargan sağlamlığınızga ol salıdığan Ravan Pilos içimliki, Pilos kuvvet içimliki, mükemmel ayollar gühürü, ekologilik zərpə asraş silinçisi, zərpə qız kumlici qatarlıq huzurluq mahsulotlar siz xalqan önümünü huzurunuzga sunadigan, sizni xərclagan pulga razı qiladigan yurishlik sağlamlıq mahsulotlar bo'lib, uyingizda ayrılmaydigan yaqin hamroyingizga aylangusi. Gül Ayşe demek sağlamlık demek, sağlamlık demek hayatlık demektir. Qiziqsa, qermaydigan o'xshaydi, ertasi qermaydi deydi, unchaki emas. Hamma odam o'zini o'zi xushxo'y tutib, ko'nglini kang qilib, o'ynabdi, ajab o'ynabdi deb yaratmaydigan, ko'zga ilmaydigan, ko'rolmaydigan ishni qilmay, qo'lidan kelishicha yordam qilsa, mana bu eng oliyjanoblik odam bo'ladi. Hamma odam uni yaxshi ko'radi. Bu san'atimizni taraqqiy qiladi. Mana bu shu. Rahmat. Voy rahmat. Rahmat. Açtaq bo'lsak, mana sizni men sahnada ko'rib, shunda qo'shildim. Endi siz lapar o'ynaganda, ikkinchi Sulaymon chiqibdi, voy qaranglar, ikkinchi Sulaymon chiqibdi deb qo'shib ketdim. Bu rost, o'zingizda emas. Haqiqiy gapim. Siz haqiqatan talantli ekansiz. Men sizdan bak qo'shilaman. Rost, oson chiqmaydi Şinjanda laparchi, oson chiqmaydi. Faqat oson chiqmaydi. Men ham shu usul san'atni bitiriblar. Xizmat kutishgan vaqtimda shu Sulaymon akamninki laparlarini ko'rgan, hamda o vaqtlarda ular o'yan qo'yib to'vallarga tushadi. Tushgan vaqtda shularni o'yinini biz pastda o'tirib ko'rayotdik. Asosan hamda shu Sulaymon akamning laparlarini ko'rganman. Ajoyib adam ekan ma'vo. Deb ketdim hamda. Rost. Chiqib boshqacha tillar bilan ifodaligim kelib ketadi-ku o odamdan. O bir go'harkan o. Bishda qilib oxiri sizlar hozir bayam degandek shu o'yildi do'raydigan bo'lib qoldim. Keyin daqlaydi.
Ha, doğrayğanı kaldı dedim. Şuna qilib, doğraydigan bo'lib, andan keyin dastlabda o'rganganim shu emgak va muhabbat degan laparni o'rgandim men. Sulaymon akamniki. Shu emgak muhabbat degan laparni o'rganib, shuni doğrab, o'makda bir qiz bolaga o'gitib, muzikantlarga chap berang deb chaldirib, repetitsiya qilib o'ynab baqdik o yanda. Tunji o'yinganim shu ekan. Uni oldida ham bir davlat tilida bir laparni DVD Vuchi da shu yaxshi deb laparni o'rgatgan, uni tekstlari esimda qolmoqda, shunday qilib, hamda shu Sulaymon akamning laparini o'rganib, uningki shu sahnadagi yaratgan obrazlarni o'rganib, bizda qilib kelgan. Hamda bizda Xotanda Sulaymon akamning shogirdi bo'lib, shuni doğrab lapar o'ynaydiganlar xili bor. Mesela bizdeki Xotanning Lopna oila san'at o'makda Mijit deb bir san'atkor bor. Sulaymon akamninki bütün harakatlari, obrazlari uningga sing'irlik. Hozirgacha bir kunda 10 mayda o'yin qo'shim 10 lapar o'ynaydi u. Qarqashda birisi bor ki bir jandab. Uni o'ynayotdi. Bizningki Qashtishi naqsha so'zlamakda men Sulaymon akamni doğrab o'ynab kelyapman. O ustozlarga biz doğrayapmiz. Şu ustozlarninki ashunday bir ishlar bor. Doğrag'an bilan shu doğrash yuragingizdan chiqqanligi uchun ikkinchi Sulaymon deymiz. Agar siz doğrag'an bilan u sizga singmasa, yuragingizdan chiqmasa, ikkinchi Sulaymon demaymiz. Hozir Şinjanda eng yaxshi laparchi erlarning ichida siz bilan kurash. Mehmet Davud tugidi. Men eng yaxshi ko'radigan hamma jihati bor. Endi siz bilan kurash. Eng yaxshi laparchi. Endi qolsa men Asqarni doğrab chiqyapti. Yoshlar jiq chiqsin. Yoshlar qanchalik jiq chiqsa laparda biz shundan faxrlanamiz. To'g'ri. Shu singlimiz men shuni qiziqatdim. Shuni yaxshi ko'ratdim. Shu lapar san'atini bir qilg'im bor dedi. Yaxshi o'ylabsiz buni. Qiling. Vaqt kelgan chog'da qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Bu yaxshi bir tur. Lekin ham bu qilaman deb qiloladigan tur emas. Buningga sal astoydil ko'ngil bilishga to'g'ri keldi dedim. Shunday qilib bir yil o'tib bu singlimiz shu chaplish. Bu chu g'ayratlikkan. Bag'ayratlikkan bu. Shu g'ayratlikka qo'l qo'ydim. Yani yaxshi hissiyatlarım bo'ladi. Akin men azal dedim. Qechib turing dedim. Chaqqan bo'ling dedim. O'sha ishingizga muhabbatni chiqarib turing. Vatanga, xalqqa, yigitga qilsangiz bo'ladi. Bu sani bu. Siz hamda ko'p yordam qiling. Siz qo'llabsiz, men baq xush bo'ldim. Qo'llang, chunki siz haqiqiy bir san'atkor laparda. Bu qizma hamda oqidan qo'llab, meni taraqqiy qildiraychi deb ilgilab ketayotgan qiz bo'lgan ekan. Buni ikki qo'l bilan emas, 10 qo'l bilan qo'llashimiz kerak. Shunday qilib, mushu xon qizni bir qo'llab qo'yay degan bir gap bilan shuni qo'llab, buni men bir kirishib ketib yolg'iz o'ynaydigan chog'i desa, men bilan o'ynamoqchi ekan. Tazi yaxshi bo'pti. Tazi yaxshi. Shuni o'ylashimiz mushu laparni qilaylik deb, işte juda hamda yiqilib putlashib degandek. Bu ham ko'rdim deb to'z xijil bo'ldim. Yaxshi. Yaxshi bir hamda shu qanda chiqqan dalada o'ynagan laparlar qanda chiqmoqchi hamda sahna degan bilakchi. Dalada o'ynagan eng qo'y bo'ladi. Shunga hamda sizdan boshida bir yaxshi bahoringizni anglab xo'sh bo'ldim. Hayajonlanib qolibdim, ko'zim yosh chiqib qoldi. Voy. Men hamda bu ikki singlimizni boshlab kelsam, bu yerda siz bilan uchrashib qoldik. Ha, shu menmi shu. Shuning bilan Kimdo deb qoldi. Sehrlik Gul shirkatininki bosh lideri. Sehrlik Gul. Ha. Mushu singlimiz qo'llab, iqtisodiy jihatda yordam qilib, biz men siz bilan paranglashib o'tiramiz, qarang. Lapar o'ynaymiz deb. Mushu singlimiz bo'lmasa buni qilolmaymiz ham. Qilolmaymiz. Singlimiz orqali hamda bizning bu Şinjandagi har qaysi rayonlarda bu san'atni qo'llayotgan barliq korxonchilarga bir qatim rahmatimni bildirib olay. Bu singlimiz mana bu o'zi korxonachi, mana lapar turiga mablag' soldi. Nayt yaxshi. Bu oson gap emas. Rahmat sizga. Biz sevgan laparni gullantirish uchun siz mablag' sepsiz, sizga ko'p rahmat. Ismi Hörgül. Ha, ismiga loyiq-kan? Ismiga loyiq. Hörgül. Hörgül. Yaxshi. Bu singlimiz binavri singlisi desam ochsi ekan. Ochsi? Mavo. Aha, Hörgülninki binavri ochsi ekan. Navri ochsi. Bu ishkaylar. Ochsiga o'xshamaydi. Qarasam singlisda ko'rinadi. Qandaylar?
Müşta qilib bu ikkisi hamkorlashib, shu sehrlik gul. Siz bilan Shu korxonada ro'naqtab qo'zib menga o'tibdi. Ismi Patigul. Patigul. Örgül, Patigul. Patigul. Müşta mangan singillarimiz endi shu lapar san'atini qo'lladi xonim. Müşlarning qo'llashi bilan endi biz ana aptapdak ichilib kulib o'tirgan Guliston. Buni xotirjam qilyotdi endi. Rahmat, rahmat. Maryam opa, hozir Ahad baq ustoz deganga o'xshash, bizning shu Laparning sehriy programmamizning tajdorligini Şinjan Sehrlik Gül şirketining lideri Örgül singlim o'z ustiga oldi. Demak, endi bizning shu programmaninki laparlarimizning muvaffaqiyatlik o'ylagan maqsad nishonlarimizga yetish uchun cho'qim mablag' bo'lmaydi. Bizning shu arzu armonlarimizga yetish uchun bizga iqtisod jihatdan yariylik bo'ldi. Bugün müşahede yeni bir qıtımız sonumğa çin ko'nglimni rahmetimni bildiraman. Shunday qarsam bu omaq sonumninki deydigan sizni ko'rib pek hayajonlanib da xo'shibdi. Ma'na chiqdim qarab bir xil kulib bir xil xo'shalligini ifodalab ketdi. O'ziniki sizga bo'lgan bir yurak so'zni anglab baqamdek qoldi. Maryam opa xush kelibsiz. Boyamuş Ahadkon bilan kirib sizni ko'rib shunday bir xush bo'lib ketdim. Chunki nemishqa kichigimdan boshlab sizni ekranda ko'rib cho'ng bo'lgan. Endi Mel sizinki lapar usulingiz bo'lsin. Men kichigimdan tarbiyatta bizning cho'nglarmi, bizning maldiklarmi naytim bek yoqtirdi. Jumladan bu Şinjandagi barliq cho'ng kichiklar bo'lsin, hurmatlaydi, izzatlaydi. Endi chunki nemishqa biz shu vaqtda ekranda sizni ko'rib cho'ng oldik. Mushu hozir o'ltirib shunda bek hayajonlanib ketdim. Endi ekranda ko'rib men yuzran kurashgandikin odamdaylik bir xil boshqacha bir hissiyat chiqar ekan. Mushu menga shunday sog'lomlik, salomatlik, chiroyli bo'lishingiz uchun mushu Şinjan Sehrlik Gul so'zcha shirkatininki 14 xil turmush buyumlarini sizga bir so'qsam, bundan keyin bo'lsa, mumkin bo'lsa ta'minlasam, tiximi bir salomat bo'lishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Ko'rayotganinglar Şinjan Sehrlik Gul soda cheklik shirkati xos nomidagi Laparning sehriy programmasi. Laparning sehriy programmamizni Şinjan Gul Ayşe xalqaro soda cheklik shirkati alohida qo'llagan. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolgangiz bilan. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Sağlamlık o məngülük tema. Şinjan Gül Ayşe Xalqaro Soda Çekiliş şirketi işlep çıkargan sağlamlığınızga ol salıdığan Ravan Pilos içimliki, Pilos kuvvet içimliki, mükemmel ayalla gühürü, ekologiyilik zərpə astraş silintisi, zərpə kız kumlici qatarlıq huzurluq mahsulatla siz xalığın önümünü huzurunuzga sunudğan, sizning xərclegen pulga razı qılıdğan yürüşlük sağlamlıq mahsulatları bulup, uyingizda ayrılmaydigan yakın hemrayingizga aylanğısı. Gül Ayşe demek sağlamlıq demek, sağlamlıq demek hayatlık demektir. Patigul sonundan shundoq Maryam opasiga gap qilib ketdi. Maryam opa, sizni degan bir so'rinda o'ltirib, bir yer qo'lingizni tutib o'ltirganimda shunday xush bo'ldim. Sizni kichigimdan televizorda ko'rdim. Hozir tilim bilan tasvirlayman. Shunday hayajonlanyapman. Rahmat sizga. Shunday chiroyli turibsiz. Bundan keyin shunday chiroyli turishingizni, tiningizning salomat, umringizning uzun bo'lishini tilayman. Rahmat. Men bek xush bo'ldim. Sizni ko'rib xush bo'ldim. Hammamiz yashaylik, hammamiz gullaylik, hammamiz yoshlar taraqqiy qilsin, hammamiz omon bo'laylik. Sizlarning bu ishlaringlar bo'lgancha aldığı ilgilep mağazı. Rahmet abba, rahmet. Onda olsa Maryam opa, ömrünüzni bəsun, məngə müşdə çıraylık, cəzbidar turuşunuzni çin qalbimizdən həmmimiz arzu qılımız. Bolsa, yəni kilar qıtımda, yəni programımızga təklif qılımız, yəni qanmağan sizdən soraydıgan suallarımız nəyət köp. Şu sənət hayatınızını bir təfsili anlığımız kilidu.
yana chuqur bizga fursat berdi deb o'ylaymiz. Bugungi qadamlaringizdan gullar unsin. Bugungi programmamizga qadam tashrif qilib berganligingizga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Rahmat. Sizga rahmat, sizlarga ko'p rahmat. Bizning mashundaq bir san'atimiz orqali tövəndəki barlıq tamaşaçılarga şu xoşallıq bağışlab, şularni davamlıq bizdə chiroyli, sağlam tus ekan deb hamda. Bu san'at degan shu xoşallıq bağışlaydı-ku. Məşə cəhətdə hammaylarga biz sağlamlıq ata qıla alsaq, biz gerçi doktorlar doğru yasayamazaq mı? Muşarqılıq aşlağı mədet bəsək. Deb məşə məqsəddə qılatımız. Hammanglar sağlam bolanglar. Hammamiz aman bo'laylik.